Assalomu alaykum. Ko'pchiligimiz MRT va MCKT apparatlari haqida eshitganmiz. Lekin ularning farqlarini ko'pchiligimiz bilmaymiz. Keling shu haqida bugun gaplashamiz. MCKT bu multispiralli kompyuter tomografiya bo'lib, insonlarda ko'p uchraydigan burun yondosh sohalaridagi bo'lgan o'zgarishlar, suyaklarda travmatik, ya'ni yorilish, sinish kabi kasalliklarni, siydik yo'li tosh kasalliklari hamda kichik chanoqson sohasidagi bo'lgan o'zgarishlarni aniqlashda keng qo'llanilib keladi. MRT bu magnit rezonans tomografiya bo'lib, inson organizmidagi ichki organlar va to'qimalarni yuqori aniqlikda batafsil tekshirib beruvchi zamonaviy diagnostika usuli hisoblanadi. MRT turli kasalliklarni aniqlashda foydalaniladi. Jumladan, bosh va miya, o'simtalar, qon aylanish buzilishi, insult, miya jarohatlari, umurtqa, dish churrasi, umurtqa o'zgarishlari va o'smalar, ichki organlar, yurak, jigar, buyrak, oshqozon osti bezi, bachadon yoki prostata kabi organlarning kasalliklari, qon tomirlari, aneurizma, tromboz yoki qon tomirlarining to'rayishi kabi kasalliklarni aniqlashda keng qo'llaniladi. Sizda MRT va MCKT tekshiruviga zarurat bormi? Bunda bizning Salomatlik akademiyasi ko'p tarmoqli davolash hamda diagnostika markazimiz aynan siz uchun.